Tefsiri Müyesser. En'am suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey peygamber, Yahudiler ve müşrikler qatarlıq kafirlar seni yalğancı dese, ularga aytqin ki, Rabbinglar keng rahmet egisidir. Amma onun azabı günah məsiyetlerini ve yaman işlarını qılğan günahkar qavimden qaytırılmaydı. Bu ayet Peygamber aleyhisselamga asili qılğucularning yaman aqibetini bayan qılğan. Müşriklar, agar Allah bizning ve ota-bobolarimizning şerik keltirmasligimizni ve birer narsani haram qilmasligimizni iroda qilgan bo'lsa edi, biz bularni hargiz qilmagan bo'lardik deydi. Allah ularga radiya berib deydi-ki, ulardan burun o'tgan kafirlarmi toki bizning azobimizni tetg'anga qadar shundoq kufrlik qilgan. Özleriga kelgan payg'ambarlarni inkor qilgan va kofirlikda chang turgan edi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlar harom qilib olgan chorvalarni va ziroatlarni Allohning harom qilganligiga, sizlarning Allah bizning kofir bo'lishimizni iroda qilgan va uningga rozi bo'ladi deydigan sabsatanglarning rostligiga pokitinglar bormi? Agar bo'lsa, bizga chiqaringlar. Aniqki, sizlar faqatla farazlarga agizsizlar. Sizlar faqatla yolg'on gap qilasizlar. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning yetarlik pokiti bor. Allah uning bilan sizlarning yolg'onchiliginglarni o'tirg'i chiqaradi. Agar Allah xolis edi, hammanglarni albatta to'g'ri yo'lda mengishga muvaffaq qilgan bo'lardi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga sizlar harom qilib olgan chorvalarni va ziroatlarni Allah harom qilgan edi deb guvohlik beradigan guvohchilarni chaqirib kelinglar degan. Agar ular shundoq deb yolg'ondan guvohlik bersa, sen ularga hargiz ishonmagin. O'zlarining nafsi xohishiga agishib, Allah halol qilgan narsalarni harom deb olgan ve Allah haram qilgan narsalarni halol sanagan ashu ozg'unlarning qilmishini qo'llamagan. Ey payg'ambar, Allohga ibodat qilish bilan birga butlarga cho'qinadigan, oxiratga ishonmaydigan va oxiratlik uchun amal qilmaydigan ashu kofirlarning xohishiga hargiz agashmagin. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, kelinglar, men sizlarga Rabbinglarning nimalarni harom qilganligini o'qib beray. Sizlar Allohga ibodat qilishda uningga hech bir maxluqotni sherik keltirmanglar. Allohdan qo'rqish, rahmatini umid qilish, uningga duo qilish qatorliq barliq ibodatlarni Allohning o'ziga qilinglar. Ota-onanglarga ko'yinib yaxshi xizmat qilinglar. Namratlikdan qo'rqib, balanglarni o'ltirmanglar. Chunki Allah sizlarga-mu, ularga-mu rizq beradi. Oshkora va yo'shirin qabih ishlarning hech qaysiga yaqinlashmanglar. Allah o'ltirishni harom qilgan jonni o'ltirmanglar. Faqatla qotildan haqli ravishda qisos elish, o'lik o'choqliq turg'liq zina qilganlarni jazolash va murtadni o'ltirish buningdan mustasnodir. Sizlarni aqlini ishlatib, Allah harom qilgan narsalardan va ma'ni qilgan ishlardan yiroq tursin deb, Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qildi. Ey vasiylar, ilkinglardagi yetim bolalar balog'atga yetib, o'zlarining mol-mulkini o'zlari bir taraf qila oladigan holga kelganga qadar ularning mol-mulkiga yaqinlashmanglar. O'lchamni va tarozni to'g'ri va durust tutinglar. Sizlar her ishni to'g'ri va adolatli qilish uchun borliqinglarni atab, qitirqinib ish qilgandan keyin yanala ba'zi naqislik bo'lib qolsa, Allah uni afu qiladi. Biz hech qanday odamga kuchi yetmaydigan ishni yuklamaymiz. Mayli xabar yetkazishda bo'lsin, yoki guvohlik berishda bo'lsin va yoki hukm qilishda bo'lsin, gap qilgan chig'inglarda to'g'ri va durust gap qilinglar.
Sizlar haqida gap qilgan odam tuqqaninglar bo'lgan taqdirdimi, adolatlik bo'linglar. Haqiqatdan burilib ketmanglar. Allohning diniga amal qilishdan iborat ahdiga vafo qilinglar. Sizlarga tilovat qilingan bu oyatlar mas'uliyatinglarni esinglarda tutishinglar va o'ylab ish qilishinglar uchun Alloh sizlarga tavsiya qilgan ishlardir. Alloh sizlarga tavsiya qilgan ishlarning biri shuki, islom dini Allohning to'p-to'g'ri yo'li bo'lib, sizlar mushi yo'lda menginglar. Azg'ullarning yo'llarida mangmanglar. Bo'lmasa, o azg'ullarning yo'llari sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. To'g'ri yo'lga shundoq yuzlanish Alloh tarafga tavsiya qilgan ishlarning biri bo'lib, bu sizlarning Allohning buyurganlarini o'rinlab, to'sqanlardan yiroqlashib, Allohning azobidan saqlanishinglar uchundir. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, Alloh Isroil avlodini oxiratga ve ahiretki hesap beriş, yaxshi amallarning mukofotini, yomon amallarning jazosini ko'rish qatorliq haqiqatlarga iymon etsin. Shundaqla shu mukofotlar uchun tirishsin deb, ularga o'z fazlidan yaxshilik qilib, yaxshi amal qilganlarga ne'matini mukammallashtirib berish, ularga dinda ehtiyojli bo'lgan har bir masalani tafsiliy bayon qilib berish, ularni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun Musa alayhissalomga Tavratni ato qildi. Bu Qur'on biz Muhammad alayhissalomga nozil qilgan muborak kitobdir. Uningda ko'pligan yaxshiliklar bor. Shunga Allohning rahmatiga erishib, azobdan qutulib kelishinglar va uning mukofotiga erishishinglar uchun Qur'onga ergishinglar ve Allah'ın emri fermanlarına xiloflik qilishdan saqlaninglar. Ey Arab kafirlari, bizning Qur'onni nozil qilganligimiz sizlarning faqat bizdan ilgirki Yahudilar bilan Xristianlardan iborat ikki toifaga kitob nozil qilingan. Ularning o'qiganlaridan bizning zodili xabarimiz yo'qkan demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizgimi Yahudilar bilan Xristianlarga nozil qilingandek osmondan kitob nozil qilingan bo'lsaydi, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Rabbinglar tarafidan o'z tilinglarda ro'shan kitob keldi. Bu kitob Rabbinglar tarafidan sizlarga kelgan ochiq dalil isbot va sizlarni islomga yetaklaydigan hidoyat ve Allah'ın İslam ümmetiga qilgan katta rahmetidir. Allah'ın ayetlerini ve dalil ispatlarını inkar qilib, haq dinni qabul qilishdan bosh tortgan odamda zalim odam bormi? Biz ularni bizning oyatlarimizdan yuz o'rganligi ve kishilarni bizning dinimizdan to'sqanligi uchun jahannamning azobi bilan qattiq jazolaymiz. Ey payg'ambar, Allah'ın dinidan yüz o'rgan ve kishilarni onundan to'sqan mushriklar faqatla Azrail bilan onun yordamchilarining ularning jinini ilishga kelishini yoki Rabbingning qiyomat kuni ularning o'rtasida hukm chiqarish uchun kelishini va yoki quyoshning kun petishdan chiqishidan iborat qiyomatning ba'zi alomatlarining kelishini kutadi. O chaqda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etgan bo'lsa-mu, shu iymonini ifodalaydigan biror yaxshi ish qilmaganlarning endi etgan iymoni foyda bermaydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlar uning kelishini kutinglar. Shu chaqda haqiqat bilan saxtalikning, yaxshi bilan yomonning farqini bilib qolasizlar. Bizmi albatta shu kunni kutamiz. Ey payg'ambar, Allohning bir ekanligiga e'tiqod qiladigan, uning shariatiga amal qiladigan, haq dinda bo'lgandan keyin dinda bo'lgunchilik qilib, turli farqlarga bo'linib ketganlar bilan sening hech bir munosabating yo'q. Sen ulardan emassan. Ularning ishini faqatla Alloh bir taraf qiladi. Ondan qiyomat kuni ularning qilmishlarini o'zlariga aytib beradi. Ularning orasidan tavba qilib yaxshi amal qilganlarni yaxshiligi uchun mukofotlaydi.
yomon ish qilganlarni yomonligi sababli jazolaydi. Qiyomat kuni kimki Allohning oldiga biror yaxshi amal bilan borsa, u kishi 10 hassa ortiq mukofotga erishadi. Kimki Rabbining oldiga biror yomon amal bilan borsa, u faqatla shu yomonligiga yarasha jazoga tortiladi. Ular qilchilik uvalchilikka uchramaydi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, haqiqatan Rabbim meni jannatga elib boradigan to'p-to'g'ri yo'lga boshladi. U to'p-to'g'ri yo'l insonni dunyo va oxiratda baxtli qiladigan islom dinidir. Islom dini tavhid, ya'ni Allohning bir ekanligiga e'tiqod qilishni yadro qilgan va Ibrohim alayhissalomning dini bo'lgan haq dindir. Ibrohim alayhissalom mushriklardan emas edi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, mening namozim, qurbonligim, hayotim va mamotim olamlarning Rabbi bo'lgan Alloh uchundir. Ya'ni Allohdan boshqasiga ibodat qilmayman. Butlarga yoki o'liklarga atab qurbonlik qilmayman. Barcha hayotim Allohga atalgandir. O'lsammi Alloh yo'lida o'laman. Allohning hech bir sheriki yo'qdir. O zatida va barliq ism sifatlarda yegonadir. Allah meni mushi xolis tavhid e'tiqodi bo'yicha e'tiqod qilishga buyurdi. Men bu ummatning ichida Allohga iymon etib, uningga itoat qiluvchilarning tunjisiman. Ey payg'ambar, aytqinki, Alloh hamma narsaning yaratquchisi, egisi va boshqaruvchisi tursa, men Allohni qo'yib boshqa bir iloh izdamdiman. Har bir inson o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar bo'ladi. Hech qanday bir gunohkor odam boshqasining gunohini ustiga olmaydi. Ondan qiyomat kuni hammanglarning qaytadigan joyinglar Rabbinglarning dargohidir. Rabbinglar shu chaqda sizlar bu dunyoda din to'g'risida ixtilof qilishgan ishning haqiqatini aytib beradi. Allah sizlarni o'zinglardan burun o'tganlarning o'rniga dastatgan. Taat ibodat bilan yer yuzini gullandirsin deb sizlarni zaminga taratgan zotdir. Allah sizlarni ne'matlari bilan sinash uchun ba'zinglarni ba'zinglardan boyliqda, kuch-quvvatda bir qancha daraja yuqori qildi. Ey payg'ambar, sheksizki Rabbing kofirlarni, gunohkorlarni tez jazolag'uchidir. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan va gunohlarga tavba qilganlarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdul Aziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.